Obunachilarimiz sizlarga Egele'den kelib turgan Damas avtomobilini obzor etib berib o'tamiz. 2023-yil ishlab chiqarilgan pultlar uстановка bo'lgan Center zamon kombinatsiyasi ishlab turibdi. 48 ming kilometr yurgan kraskasi bir petnosi bor, ozgina krelni moshunda, boshqa absolut родной mashina. Chexol poli kombinatsiyasi bor. Patologlar ham döşelgan. 48 ming kilometr yurgan. Metan gaz ballon uстановка bo'lgan. Zavuşkoy balonlarında durdu. Rasxod yok, tayyor. Bahasına keladigan bo'lsak, bahası 80 milyon so'm aytilibdi. Agar ustida naqd pul soni mingdan odam bo'lsa, yana savdolashib kelishib olsangiz bo'ladi. Avtokreditga eldan 9 milyon so'm pul aytkalasizlar. Notariska esa mana narsasi ichida 9 milyon so'm bilan mashina haydab ketasizlar do'stlar. 5 yillik avtokredit bo'ladi. Oylik to'lovi 2 milyon 800 dan chiqadi 5 yil. Üzerine ten narxı 80 milyon so'm do'stlar. Mashinamiz Xiva avtosavdo 707 durada, ekranda nomerlarni qoldiramiz, bemalol aloqa chiqaverasiz do'stlar.